voy do'stim ayt nega holing Ular hamma ko'zdan parishon topshirasizlar, men kelishimga tushunmadim. Bu aniq odam kim? Bilmayman, bitta bomb 3 kundan beri ofis atrofida aylanib yuribdi. Hozir qaytib boraman chiqib. To'xta. Meni xonamga olib kirchi. Bomishimi? Skoriy pomishchi. Olib kel. Bu. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ha, nima qilib yuribsiz bizdan zavodning yonida? Meni kiydirib ketishgan. Ha, yaxshi sovuqda kiyimsiz yurgandan ko'ra. Yo, shunaqa hazillashtirmayman. Yo, siz meni tushunmayapsiz. Men bo'lmishmasman. Men o'qiganman. Biznesmenman. Juda ko'p zavodlarni, kompaniyalarni yurg'izganman. Oxirida pastava qilishdi. Pastava. Endi xafa bo'lmang. Hammani boshida bo'ladi. Bit. Siz menga ish bering, bir marta imkon bering, meni ko'rasiz. Kompaniyani rivoji uchun o'z hissamni qo'shaman. Ishoning. Aka qarang. Ertadan B blokda ish boshlashingiz mumkin. Tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan. Olti oy mobaynida eksport qilishimiz yana 27% ga oshdi xo'jayin. Bizani Sifat brendini har bir mahsulotini xalqimiz mazza qilib iste'mol qilyapti. Faqat yaxshi gaplar eshityapmiz. Gap yo'q aka. Ishonch oqilasiz lekin. Rahmat xo'jayin. Menga ishonsangiz bo'ladi. Faqat bitta ikkita narsaga qo'l qo'yib olishingiz kerak. Xo'p, xonaga kirib turing, men o'zim qo'l qo'yaman. Xo'p bo'ladi. Rahmat xo'jayin. Mana shu insonni tanlab adashgan ekanman. Tutunduk. Tutunjon. Tutun. O'tdi. Sen chaqiryapman. Ada chaqirmayman meni. Ismingni o'ylayapsanmi? Shunaqa ism ham qo'yasizmi? Ada Tutunbek, Tutun. Nima degan gapmi? Universitetda ham yoshligimdan men oylar ustidan kulib kelishadi, borku. Voy, ismingni nimasi yomon, zo'r-ku, yaxshi-ku. Mana uka. Sifat. Sifat. Hada, Ismingdan olyapsan, yomonmi? zo'r kesman. Shirin bo'lsin degansiz, sifat qo'ygansiz. Sifatli ism-ku. Ya sifatga hech narsa dotganim yo'q. Nimaga Tutun, Ada Tutun ism ham Tutun bo'ladimi? Mana meniki xo'rozqand nolayotganim yo'q-ku. Sani bobay xo'rozqand deb qo'ygan. Biron bitta odamga nolaman mana. Nimaga bunaqa ism qo'ydingiz? Har bir ismni o'zini ma'nosi bor. Bobay paytda svet bo'lmagan. Shuning uchun shag'am deb qo'yishgan. Mana bu ukim paytda oyi shirinlikka sifat shirinligiga bosh qorong'i bo'lgan. Keyin men sifat olib kelib yuraverganman, u yeyvergan. Olib kelib yuraverganman, u yeyvergan. Ana o'shandan keyin ukim tug'ilgan. Men bunda qarasam, qo'pol haqida shiringina bor. Voy, bu shirin bo'lsin, bu doim trendda yursin, hammaga yoqsin deb ismini sifat qo'yganman. Mana, qara, bir shiringina nolayotgani yo'q. Xo'p, nimaga meniki Tutun, Ada? Endi o'sha paytda bir tutunni orasida bir qazo yoqqan, men o'sha tutunga ishqiboz bo'lganman. Manchada siz boshqa narsani Tutuniga ishqiboz bo'lgansiz. Otingga aql o'rgatma. Mana yaqinda o'zing ham farzandli bo'lasan. Ism topish muammo emas. Bunda o'ylab ko'rsang, mana shu Adasi sho'rpodring yem kelyapti. Voy, mana Yo'q, Ada-ye. voy, nimasi yomon? O'g'lingdan kimni bolasisan? Tutunni bolasi, men xo'rozqandning nevarasiman deydi. Voy,